Fazoga sayr. Fazoda biror ishga tayyorgarlik ko'rish yerdagidek oson emas. Fazo kemasida sayohat qiladigan fazogirlar fazoda turli ishlarni amalga oshirishlari kerak. Bajariladigan ishlarning ko'p qismi fazo kemasi ichida amalga oshirilsa ham, ayrim hollarda fazogirlar biror tajriba o'tkazish yoki ta'mirlash ishlari uchun fazo kemasidan tashqariga chiqishlariga to'g'ri keladi. Fazo kemasida bo'lish aynan yerda bo'lishdek emas. Yerda mavjud bo'lgan tortishish kuchi bizni havoda muallaq turmasligimizni ta'minlaydi. Fazoda esa fazogirlar vaznsizlik holatida bo'ladilar. Arzimas kichik harakat ham ularni xona bo'ylab havoda suzib yurishlariga yoki havoda muallaq turishlariga sababchi bo'lishi mumkin. Bu holatga tushmaslikning yagona yo'li biror mahkamroq narsani ushlab turish. Insonlar odatdagi kiyimda fazoda yashay olmaydilar. Fazogirlar fazo kemasida ekanliklarida tashqi fazo bo'shlig'idan himoyalanadi. Ammo kemadan tashqarida nafas olish uchun hech qanday havo yo'q. Shu bilan birga fazoda harorat juda yuqori yoki juda past bo'lishi mumkin. Fazodagi obyektlarning quyosh nuri tushib turgan qismida harorat Selsiy shkalasi bo'yicha 115 darajagacha qizib ketishi, soyadagi qismi esa 95 darajagacha sovib ketishi mumkin. Fazo kemasi ichidagi himoyalanish doirasidan chiqishda fazogirlar maxsus skafandr kiyishlari kerak. Ikki fazogir har qanday fazo sathida tashqariga birgalikda chiqadi. Chunki noma'lum muhitda ishlashda hamroh bilan chiqish osonroq va xavfsizroqdir. Tashqariga chiqmoqchi bo'lganlar bir necha soat oldin kiyinishni boshlaydilar. Ikkita skafandr bir tomonidan asosiy xonani yopadigan, boshqa tomonidan esa fazoga ochiladigan kichik bo'lmadan iborat havo shluziga olib boriladi. Avvalo fazogirlar egiluvchan naychalar mahkamlangan rezinadan yasalgan uzun ichki kiyimga o'xshash maxsus kiyimni kiyadilar. Fazogirlarni sovutish uchun ushbu naychalar orqali suv yuboriladi. Chunki tana harorati skafandrdan tashqariga chiqib keta olmaydi. Skafandrning yuqori qismi egiluvchan qo'llarga ega qattiq qobiqdan iborat. Bo'yin qismida joylashgan dubulg'aga ulangan metall halqaga fazogir boshini kirgizadi. Uning qo'llari esa qo'lqoplar mahkamlanadigan ikki metall halqa ichiga kiritiladi. Skafandrning bu qismi yerda juda og'ir. U fazogirni kislorod zaxirasi, suv, sovutgichlarni harakatlantiruvchi batareyalar va ularni fazodagi sayr paytida tirik saqlashi uchun havo nasoslari bilan ta'minlaydi. Keyin fazogirlar skafandrning pastki yarmini tortib kiyadilar. Pastki qism bitta bo'lakda, katta, qattiq etik, tashqi tomondan izolyatsiya qilingan shimlarga ulangan. Yerda fazogirlar bu shimda burilish uchun polga yotishlari kerak bo'lar edi. Fazoda esa ular havoda muallaq turib, suzib yurgancha kiyim ichida bemalol harakatlanishlari mumkin. Fazogirlar juftligi maxsus kiyimini kiygach, ulardan biri fazo kemasi ichida qolgani kostyumning qismlarini bir-biriga bog'lab qo'yishga yordam beradi. Dubulg'alarni kiyishdan avval fazogirlar bir-birlari va boshqa ekipaj a'zolari bilan gaplashishlari uchun old qismdagi quloqchin va mikrofonlar ichiga joylashtirilgan radiosi bor maxsus kaskani kiyishadi. Nihoyat, fazogirlar dubulg'a va katta, noqulay maxsus qo'lqoplarni kiyishga tayyor. Ular kaskalarini to'g'rilaydilar va so'nggi marta burunlarini qashib oladilar. Chunki ular fazodagi sayr tugamaguncha bu ishni qila olmaydilar. Yordam bergan fazogir havo shluzini tark etadi va lyukni yopadi. Ikkala fazogir o'zlarining qo'pol kiyimlari bilan kichik havo shluzi ichini deyarli egallab oladi. Skafandr ichidagi havo sekinlik bilan tashqariga so'rilib chiqquncha, fazogirlar bir necha daqiqa shluz ichida turadilar.
Ular bosim o'lchagichning ichkarisidagi havo to'liq so'rib chiqarilishini kutadilar, turadilar va quloqlari bitayotganini his qiladilar. Nihoyat, lyuk eshigini ochib, ochiq fazoga chiqishlari mumkin. Ular havo shluzidan chiqib ketishdan oldin maxsus kiyimlarni bir-biriga mahkamlash uchun ingichka simli ilgakdan foydalanadilar. Bu simli ilgaklar ularga fazo kemasidan uzoqlashib ketmaslikka yordam beradi.